Jigarlar, oyligi har hafta rasxod qilgan ish so'raganmidinglar? Mana o'sha ish chiqdi. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib olib, yaxshilab joylashamiz. Bugun ishni zo'ri bor. Ishonaveringlar. Aldash yo'q bu yerda. Pulingizni mana kecha ishladik, mana bugun oldik. Da, hammasi o'z vaqtida, to'g'rimi? Ish qiyin emas, to'g'rimi? Nima ishdan iborat? Yosh bolani ishi. Nima? Og'irligi bir 300 gramm bo'lsa kerak-a bular. Mana qog'ozchasini solyapmiz, korobkaga joylayapmiz. Bo'ldi, Ha, upakovka qiladi ekasizlar. Интервью? Да, интервью, да. Телеканал. Yo'q, bu yerda Просто o'quvchi odam uchun qiyin. Aha, da, nochnoy, da. Ko'p uxlaydigan odam uchun qiyin. Da, bu yerda uxlamaydigan odamlar uchun xuddi bilinmasdan o'tib ketyapti. Ish yengil, yaxshi. Rahmat Zuhriddinga. Rahmat, boylik. Shu orqali ishga joylashib Oyligi 1000 dollardan 2000 dollargacha bezabiyom yotoq registratsiya borib kelish forma mutlaqo tekin. Oyligi to'g'ri eshitdinglar. Har hafta rasxod. Undan tashqari yosh 18 yoshdan 45 gacha emas, 18 yoshdan 50 yoshgacha desak, nima deyapti? Video like qarsa bitta videoga maksimal like qizartirib, kommentariyada omad Zuhriddin gazini bos so'zini yozib va videoni musofirda ish qidirib yurgan birodarlarimizga tezda yuborib qo'yinglar. Inshaalloh bugunning o'zida 100 ta odamni biz ishlik qilamiz. Demak biz boshladik. Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Yaxshi borib kelyapsizlarmi? Reklama uchun. Hamma yo'q yaxshimi akalar? Har kun reyslar bu bemalol telefon qilishlari mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, Zuhriddin musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun sizlar so'ragan va sizlar xohlagan har hafta rasxod qiladigan bezabiyom ishni zo'ri bor. 18 yoshdan 50 yoshgacha erkak akalarimizga, ya'niki grushik hamda upakovshik vakansiyalarini taqdim etamiz. Kimga yoqsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar, nima ish qilyapti odamlar, hammasini ko'rsatib qo'yganman. Shuning uchun videoni o'tkazishga shoshilmasdan oxirigacha ko'ring, tushunib oling va pastdagi raqamlarga sirraz aloqaga chiqaverasizlar. Demak, bu ishimizga grushik hamda kompletovshik, upakovshik vakansiyalari bor. Salat, tayyor mahsulotlar saqlanadigan baza, katta baza. Bu yerga tayyor mahsulotlar keladi, salatlar. Sizlar ularni korobkalarga joylab, ustiga o'zini yopishtiradigan narsalar bor. Ularni yopishtirib, korobkaga solib, jo'natib olish kerak bo'ldi. Ya'ni korobkaga solib qo'ysangiz bo'ldi, o'zlari olib ketishadi. Mana shunaqa oddiy upakovka ish xolos, qiyin ish emas. Smenalik, bezabiyom, smenasiga 3400 rubldan yotoq registratsiya borib kelish forma mutlaqo tekin, smenasi 3400. Agar Zuhriddin o'zimizda kvartira bor, qatnab ishlasak-chi deganlarga, unaqa ham bonus bo'ladi sizlarga. Ya'ni smenasi sizlarga 3400 emas, smenasi 3800 rubldan bo'ladi. Ya'ni 400 rubl sizlarga ko'p oylik to'lanadi. Negaki o'zingizlarning kvartiralarda yashab, qatnab ishlaganinglar uchun. Mana shunaqa, xohlagan odam yotoq qolib ishlasin, xohlagan odam qatnab ishlasin. Hozircha yotoqxonalar faqat erkaklar uchun borligi uchun 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarni qabul qilinadi. Bu ishimiz aytib o'tgandek Metro Azyorniyadan boriladi, Ryabinova 45. Ya'ni Metro Azyorniyadan 4-vixtdan chiqib 610 avtobusda 4 ta ostonovka yuriladi xolos. Ya'niki Moskvaning sentrida bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Kvartirasi borlar ham yoki yotoq joyiga kerak insonlar ham bemalol murojaat qilsanglar bo'laveradi. Glavnisi Moskva yoki oblast patenti bo'lishi shart. Bez dokument hech qanaqasiga olmaydi. Iltimos, to'g'ri tushuninglar. Faqat dokument qo'lida bor, ish qidirib yurgan aka-opa singillarimiz Moskva yoki oblast patenti bo'lishi shart. Boshqa regionlarniki o'tmaydi. O'zbekistondan kelguningizcha joy to'lib qoladi. Shuning uchun ish vaqti 11 soat. Ya'niki dendan nochda xohlagan odam den, xohlagan odam noch bemalol ishlashingiz mumkin. Va albatta videomiz kengroq tarqalishi uchun ko'proq fikr bildiringlar. Yana qanaqa ishlar sizlarni qiziqtiradi bu haqida to'liq ma'lumot beringlar kommentariyada va kimga mana shu ishimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Kimga nima tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, nimadir yetkazib bera olmagan bo'lsam oldindan uzr va endi nima ish qilyapti u yerda odamlar, qanday ishlash jarayonlari, hammasini to'liq video davomida o'zingizlar mana ko'ringlar. Mana shu ishni sizlar ham borib qilasizlar, aynan mana shu joyda. Shuning uchun videoni diqqat bilan endi birgalikda tomosha qilamiz. Demak,
videoga like bosishni unutmaymiz va videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Pastdagi raqamlarga tezda aloqaga chiqamiz. Joylar soni cheklangan. Nima ish qilinadi deb juda ko'p akalarim so'rashgandi. Mana bugun ruxsat oldim sizlar uchun akalar. Mana hozir ish bilan tanishtiramiz. Bu yerga kelib nima ish qilish kerak? Qanday qiyin ish bor bu yerda? Men o'ylayapman, bu yerda hech qanday qiyin ish bo'lmasa kerak. Mana o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Bu yerda qanday ish qilish kerak? Mana o'zlaridan intervyu olamiz. Keldik, ish yengil. Aha. Prosta vaqti. Yoshingiz nechida? 63 ta. 63 ta. Malades lekin. Malades 63 yoshda mana shu yerda ishlayaptilar. Qiyin emasmi ish? Nima qilish kerak bu yerda aslan? Mana shu Zuhriddinni kanali orqali YouTube'dan ko'rib, ishga keldik. aloqaga chiqib kelganman. Mana ishlayapman. Birinchi kundan beri ishlayapsiz-a? Bugun 4-chi kun o'sha kundan beri ishlayapman. Oilalarni oldingiz-a? Olyapsiz mana. Tushirib beryapman. Qiyin ish emasmi bu yerda? Aslan nima ish qilish kerak bu yerda? Aslan mana shu tovarlarni, oziq-ovqat mahsulotlari, salatlar, ashuna narsalarni polkalarga qo'yamiz. Upakovka qilamiz. Magazinlarga terib chiqarib yuboriladi. Qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q, bu yerda. Prosta uyquchi odam uchun qiyin. Aha, da, nochnoyda. Ko'p uxlaydigan odam uchun qiyin. Da, bu yerda uxlamaydigan odamlar uchun xuddi bilinmasdan ketyapti. Ish yengil, yaxshi. Rahmat Zuhriddinga. Rahmat, boylar. Shu orqali ishga joylashib oldik. Aldamaydi akalar, ish yaxshi. Hamma kelinglar, ishlaylar, ko'ringlar, mana soqani qilib uyga qarab qaytinglar. Da, vo deyminda, mana Ish aldamaydi. turibsizlar. Aka ish aldamaydi, mana bu ham ish Nima ish qilish kerak bu yerda? Mana bitta ko'rsatib berdi. Ishlarga kecha ishladingizmi? Yangimi? Bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Mana akalarimiz nima ish qilishadi? Ular saltirovka qilishadi. Nima ish qilyapsiz? Xo'jayinsiz? Kanatlarni joyiga qo'yamiz. Tilakdaka. Ha, buni aslan birinchi upakovka bu yerga qo'yish kerak, taxlash kerak. Kanatlarga qo'yamiz, sportchilar bu yerda terib olib ketadi. Ha, sportchilar ham bizdan ishlaydi? Ha, hammasi. Bizdan, ha? Значит, keyin через saqlasam yoki qanday qilasizlar? Zakaz yig'ishda. Ha, zakaz berishni nomiga yozilgan bo'ladi. Nomiga qarab yozib ketaveramiz. Hozir bu yer magazinmi bu yer yoki o'zim magazinga ketadi. Magazinga ketadi. ha. Значит, sizlar bu yerga upakovka qilib qo'yib ketasizlar. Ular o'zi olib ketadi. Sizlar mamlakatga tashlamaysizlar. Boshqa bizdan berib beramiz. Sportchilar argendoda. sportchilar shu yerdan o'zi terib ketadi. Sizlar keladi. Hammasi o'zimiz bola teradi. Значит, qiyin emas-da, samoqlanish, to'g'rimi? Qiyin emas. Mana bu yerda ayollar ham ishlaydi. Eng qizig'i mana ayollar. Mana 60 yoshli erkagimiz mana ko'rdinglar. Endi mana ayollar tarafga o'tamiz. Qani opajonim? Mana ish ishonaveringlar. Aldash yo'q bu yerda. Pulingizni mana kecha ishladik, mana bugun oldik. Da, hammasi o'z vaqtida, to'g'rimi? Ish qiyin emas, to'g'rimi? Yosh Nima ishdan iborat? Yosh bolani ishi. Nima? Og'irligi bir 300 gramm bo'lsa kerak-a bular. Mana qog'oz chasib solyapmiz, korobkaga joylayapmiz. Bo'ldi, Ha, upakovka qilyapti ekasizlar. Интервью? Да, интервью, да. Телеканал. Da, o'sha. Mana ko'ryapsizlar, mana nima ish qilishyapti mana. Zuhriddinga O'zlari upakovka ishonaveringlar. qilishyapti. Katta upakovka emas, bu etiketkasini yopishtirishyapti. Значит, tayyorlashyapti bular sotuvga. Qiyin ish bo'lmasa kerak, mana o'zinglar ko'zinglar bilan ko'ringlar, mana nima ish qilish kerak deb har kuni so'rayotgandinglar. Mana ishlarda. Mana o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rishinglar mumkin. Mana hammani o'zini qiladigan ishi bor, etap bilan mana bir kishi upakovkasini o'zi etiketkalarini qo'yapti, ishni sotuvga tayyorlatib. Bular mana upakovka joyiga qo'yib, sortirovka.